Bilasizlarmi yo'qmi bilmadim-u, lekin men bu yil maktabni bitirdim. Onam men bilan faxrlanishlari uchun men universitetga поступить qilishim kerak edi. Meni tanlovim YUMU universiteti bo'ldi. Kecha borganimda menga sovg'a ham berib yuborishdi, aytishdi, что ertaga ekzamen. Men kechqurundan tayyorgarlik ko'rib boshimni yuvib qo'ygandim. Ertalab turib makiyajimni qildim, sochimni qildim-da, tez ketdim. Men bilmadim nimaga, lekin meni sochim toza bo'lsa, men ko'proq narsani rishat qilib, zo'r bal olib chiqaman deb o'yladim. Spoiler, men imtihondan o'tdim. Xohlagan kiyimingizni kiyib keling deyishgani uchun men xohlagan kiyimimni kiyib bordim. Men bu yerda lekin xursand ko'raman, lekin shunaqa ichimda g'alati narsa bor edi, o'tolmasam nima bo'ladi degan. Xullas, men keldim. Ishoninglar, shunaqa zo'r universitet ekan, prям og'izlarim ochilib qoldi. Kirishim bilan menga bojik to'qishdi, shunaqa zo'r muomala qilishdi. Telefonlarim bilan sumkalarimni qanaqa berib yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim. Soat 10 da bo'ladi imtihon deyishganiga miyamga sразу keldi. Issiqda turamanmi deb. Lekin ishoninglar, bu yerda issiqda umuman turmas ekansizlar, sразу kirar ekansizlar. Hech qanaqa ochredlarsiz, tez ishinglar bitadi, tez imtihoninglarni topshirasizlar. Bunga kirishinglar bilan sразу o'qishga motivatsiyalaringiz oshar ekan, chunki shunaqa atmosfera, shunaqa chiroyli o'qigilaringiz keladi ko'rganinglar sari. Volontyorlarni ham shunaqa aqlli, muomalasi zo'r bo'lganlarni olishgan ekan, prям baraga topinglar deb bordim. Nimaga men aynan YUMU universitetini tanlaganim sababi ham bu yerda hammasi haqqoniy, faqatgina o'zingizlarning biliminglar bilan kirasizlar, hech kimdan ko'chira olmaysizlar, prosta o'zingizlarning bilimingizga ishonib kirishinglar kerak. Xudoga shukr imtihondan o'tdim desam, yo'q siz endi medosmotorga borasiz deyishdi. Prosta imtihonga kirib o'tmaysizlar qizlar, даже medosmotorga ham kirasizlar. Nima deb bo'luvdinglar, o'tolmaydi deb bo'luvdinglarmi? Yo'q, men o'tdim, sразу dogovorlarimni oldim. Ishoninglar, hayotimdagi eng udobniy ekzamen shu bo'ldi. Umuman issiqda ham turmadim, umuman muammo ham bo'lmadi. Hammasini muomalasi zo'r, atmosfera chotki. Rosa xursand bo'ldim, что yoshlarga shunaqa imkoniyatlar yaratilyapti. Tanlovda adashmang, YUMU universiteti har doim xizmatingizga tayyor.